Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizda yana bitta obyekt bitdi. Xudo xolasa adresimiz Andijon viloyati Baliqchi tumani Jartepa mahallasida. Bu yerimizga, ya'ni 130 kvadratga yaqin tunka mahsulot ishlatganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak 125 ming so'mdan bitirib berdik. Ko'ring chiqamiz. Ko'chalarimiz yumaloq kanimiz, har doimgidek. Mana bunaqa vodostoykalarni ham qo'yganmiz. Bu taraflarga ham qo'yganmiz. Vodostoyka xizmatlarimiz ham bor. Endi g'ani ichkariga kiramiz. Darvozaxonalarimizga e'tibor qilasiz. Chaklarimizga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Har bitta chaklariga. Ustalarimiz juda ham mohirlik bilan qo'ldan kelganicha juda ham bir fantaziyalar bilan ishlarimizni bitirib bergan. Har shapkalarimiz har doimgidek yumaloq karniz. Yumaloq karnizlarimiz ham yaltir-yultir emas, oddiy holatda, oq holatda, oqqa mokri holatda qo'yilgan. Juda ham bir o'ziga yarasha chiroy bilan turibdi. Bachkana ham emas, skromniy holatda bitirganmiz. Vodostoykalarimiz bu yoqlarga ham qo'yilgan, silib xizmatlarimiz, barcha holatlarimiz, xizmatlar o'sha 125 ming so'mdan 130 kvadrat joy ishlatdi bu yerga.